qismingizni arzonga remont qildirmoqchimisiz? Unda ushbu video aynan siz uchun akalar. Xudo xolasa Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yana bitta obyektimiz o'z nihoyasiga yetkazdik akalar. O'zlaringiz ko'rib bitta baho berasizlar. Bu uyimizga kartamera fasonida qilib berganmiz akalar. Ustoqi, materiallar hamma narsasi ichida 125 ming so'm akalar. Bilishlarga bitta baho berasizlar akalar. Narx-navosiga keladigan bo'lsak akalar, $8 dan $10 ya'ni 80 mingdan 125 ming so'mgacha ustoqi, materiali hamma narsasi ichida. Uyga aslan hech narsa talab qilinmaydi. Buni ichiga nimalar kiradi akalar? 2 slok travertin, 2 slok lak, 1 slok polirovka. Xalq mazza qilsin. Xo'p, 125 ming so'mdan kvadratiga beradigan bo'lsangiz, xuddi mana shularning ichiga plus bonusiga lisasi hamda eshik deraza girtlariga Pinaplex tegalarini o'zimizdan olib boramiz akalar. Juda ham zo'r qulaylik bo'ldimi? Xudo xolasa. Xo'p, zabor qismimizga ham kartamera fasonidan qilib berganmiz. Yaltirashlari o'ziga yarasha zo'r chiqqan akalar. Bundan tashqari kafil xizmatlari ham, telefon xizmatlari ham bor bizda. Devorlarda holati loyshoq ustidan ham qilsa bemalol bo'laveradi. Qumshoqda ustidan qilsa ham bo'laveradi. Loyshoqda ustidan yoki-da qumshoqni birinchi slog urilgan bo'lsa, ustidan kafilnikilik tortamiz. Kafilnikilikni uyda egasi olib beradi. Pinaplex tegaga mahkam bo'lmaydi degan akalarimiz uchun bu tegalarning atroflariga travertindan sepganmiz akalar. Xo'p, ayvonimizda ichiga keladigan bo'lsak akalar, mana bunaqa ramka tushirib, o'rtasiga patlar tushirib berganmiz, ya'ni gullar tushirib berganmiz. O'rtaga bitta katta, atrofiga bir 3 ta maydasidan tushirib berganmiz. Bu xonadon egasiga juda ham yoqdi. Lekin akalar o'ziga yarasha chiroyli qilib, fayzli qilib berdik uyini, xudo xolasa. Shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, ko'pchilikni qiynaydigan savol, sokilgan travertin tortsa bo'ladimi degan savol qiynaydi. Akalar, bunga e'tibor beringlar. Bu granit kafil. Mana bunisi esa travertindan chiqarib berganmiz. Xudo xolasa birga bir variantda chiqqan. Mana bu esa haqiqiy kafil bo'ladi akalar. Travertin qilsa ham bo'laveradi. Bemalol chang, loy, nima deysa yuvib ketkazsanglar bo'ladi albatta. Xo'p, bu tomonimizga sepib berganmiz akalar, kartamera fasoni emas. Bu ham o'ziga yarasha zo'r chiqqan akalar. Xo'p, ko'pchilikni qiynaydigan savol bu chidamligi qanaqa? Ya'ni o'zidan suv, nam o'tkazmaydimi deyshadi. Xudo xolasa bu o'zidan suvni, namni o'tkazmaydi. Usti chang, loy bo'lsa bemalol yuvib, karchelab ham yuvsizlar turadi. Ishimizga xudo xolasa 10 yildan 15 yilgacha garantiya beramiz. 5 yil servis xizmati ham bor. Ayvon tarafga keladigan bo'lsak akalar, mana bunaqa chiroyli qilib ramkalar tushirib berganmiz tegagidan. Ichlariga patlar yopishtirib, patning tagi svitnoy bo'ladi. Ramka tushirganmiz, ramkaning ichiga har xil naqshlar tushirib berganmiz. O'rtasiga esa mana bunaqa pat qo'yib berganmiz. Buni qarang, o'ziga yarasha zo'r chiqqanmi? Xalq mazza qilsin. Agar mana shunaqa fason qildiraman deydigan bo'lsangiz, hozir ko'rgan patingizdan bittasini o'zimiz nomimizdan olib boramiz xudo xolasa. Xo'p, keyingi arkalarga keladigan bo'lsak, buni ichiga maroqan tufib berganmiz trafaritini. Bunisini ichiga esa o'ziga yarasha boshqacha trafaritlardan foydalanganmiz, ya'ni bir xillik bo'lmagan. O'rtasiga mana bunaqa dumaloqdan chiroyli qilib trafarit, ya'ni gul, naqsh tushirib berganmiz. Bu ham o'ziga yarasha darvozadan kirish qismiga chiroyli ko'rinadi. Xo'p, bu arkalarimiz ham xuddi shunaqa. Ikkita arkamizni bir xil qilib yasaganmiz. Kirish qismidan o'ng tarafga o'ziga yarasha chiroyli vet berib turibdi. Buni ham yaltirashlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Darvozadan kirish qismiga, ya'ni chap tarafiga mana bunaqa ramkalar yasab, o'rtasiga oyatlar ko'rsatib tushirib berganmiz akalar. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli bo'lib turibdi. Bitta like bosib qo'yishni esdan chiqarmaysiz akalar. Xo'p, kimga travertin xizmati kerak bo'lsa akalar, pastdagi nomerga aloqaga chiqsalaringiz, o'zimiz borib chiroyli qilib bitkazib, sifatli qilib topshirib beramiz akalar. Like bilan podpiskani ayamasdan bosib turasizlar xudo xolasa. Bundan keyingi ishlarimizni ham chiqarib boramiz. Siz kuzatishda davom eting. Biz sifatli ishlar chiqarishdan charchamaymiz akalar. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar.